Onajonim tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Mana birgalikda hammalar bilan. Hammasi sizni borligingiz ona. Hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang. Bugun muborak bo'lsin. Qalbingiz doim nurlarga to'lsin. Yashab dunyoda o'ynab kulib, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. İcabetin topib barcha duoyingiz. Qani o'g'illar, birgalikda qarsaylar bilan tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Sizni borligingiz ona. Hammasi tabriklaymiz. 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 Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Tug'ilgan muborak bo'lsin. Bizlar ko'pchilik yamiz, akustik vazini. Assalomu alaykum onajonim, yaxshimisiz? Charchaysizmi? Biz qilmadikmi ona? Umringiz uzoq bo'lsin. Joningiz sog' bo'lsin. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin onajonim. Menimcha bu savolni besamar qilib qo'yasiz. Tabrikka kim tomonidan tashrif buyurdik deb o'ylaysiz? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, topolmadingiz. Topsangiz ham sovg'amiz bor. Nima deb o'ylaysiz? Onajonim, bugun yoningizga hozir hammani aytaman. Onajonim, yig'lamang. Dunyoda yomon ish qiladiganlar yig'lasin. Onajonim, yig'lamang. Bugun eng go'zal kun. Sababi onajonim bugun sizning tug'ilgan kuningiz. Onajonim, mehribonim, jannatim ona. Jannatga kalit bo'ladigan onajonim. Mening eng aziz mehribonim. Bugun sizning yoningizga juda ham sizni yaxshi ko'radiganlar, sizni dunyolarga alishmaydigan, sizni xursandchiligingizni ko'rish uchun, sizni xursandchiligingizga sababchi bo'lish uchun va sizni juda ham yaxshi ko'radigan insonlarni, farzandlaringizni, o'g'illaringizni nomidan tashrif buyurdik. Onajonim bizlarga ancha oldin aloqaga chiqishib qo'yganda, onajonimni tug'ilgan kuni kelyapti, onajonimni xursand qilmoqchiman deb katta farzandingiz aloqaga chiqardi. Juda ham harakatda bo'ldi. Onajonimni xursand qilmoqchiman. Onajonimni xursandchiligiga sababchi bo'lmoqchiman dedi. Shu fursatdan foydalanib, onajonim kelinglar do'stim. Onajonim shu fursatdan foydalanib sizga kattakon rahmat aytmoqchiman. Birinchi o'rinda o'shda shunaqangi farzand o'stirdingiz. Doim birovda qanday hurmat qilish kerakligini va birovga o'z yordamini ayamaslik uchun va qo'lidan kelsa yordam qilish uchun, onani qanday qadrlashni o'rgatgani uchun shu fursatdan foydalanib shu do'stimga kattakon rahmat aytmoqchiman. Umrlaringiz bo'lsin. Bu qarsangiz uchun do'stim, onajoningizni xursand qilish uchun juda ham harakatda bo'ldingiz. Rahmat, umringiz bo'lsin. Onajonim, farzandingiz bilan suhbatda bo'lganimda aytdilarki, yoshligimda hech ham kasal bo'lmaganmiz dedi. Buni sana nima deganimda, onajonim shifokorim bo'lganlar dedi. Onajonim sirdoshim bo'lganlar dedi. Doim yaxshi yomon kunimda onajonim tug'ilganlar dedi. Onajonim shu o'zadan foydalanib sizga bitta gap mahalla uzoqlashdi yaqinlarim ham. Siz qoldingiz, bo'lishim sizda. Rahmat sizga onajongina. Tushganimda boshimga kulfat, sizga kerak ekanman faqat. Betob bo'lsam qilmangiz toqat, qadrim. Dunyodagi eng sodiq do'stim. Rahmat sizga onajongina. Bu qarzingiz uchun onajonim tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Onajonim shu fursatdan foydalanib sizga ancha vaqtdan beri aytmoqchi bo'lgan tilaklari va ancha vaqtdan beri aytmoqchi bo'lgan niyatlari bor, insonlari bor.
Durdona yangani, Nizom akani va shoir opamizni sahramizga taklif qilamiz. Onajonimizni o'zlari ham chiroyli tilaklar bilan tabrik so'zlarini bildirib o'tadi. Marhamat, ismingizni bildirgan so'zlarni sahramizga taklif qilamiz. Juda ham qadrli insonlardan bugun chiroyli tilaklar eshitamiz. Marhamat. Biz opa-singil bo'lganmiz. Ikkovimiz birgalikda qo'llarimizga taqdim qilib ko'raylik. Qo'llarimiz baxtiga sog'lom bo'ling. O'ylagan niyatlaringizga yeting. Kunlarni ko'pini ko'ring, birgalashib ko'rib yuring. Mana bugungi tug'ilgan kuning qutlug' bo'lsin. Kuyovimiz Shodiyorjon bilan Qo'shaqari bolajonlaring huzur halovatini ko'rgan. Yomon kunlaring shunday bo'lsin. Yomon kunlaring qolib ketgan bo'lsin iloyim. Nasib bo'lsa hojona, hojota bo'lish davralari nasib etib, biz iloyim shunday yoningda turaylik. Sog' salomat bugun. Juda havas qildim bugun mana shu bolajonlarimga. Doim yoningda tursin. Ulayim baxtli bo'lgin. Bolajonlaringni huzur halovatini ko'rgan, yuzlarga kirib yuzlashib yurgin. Shodiyor kuyovim bilan xushchaqarligin. Hozirlarga onalaringni, qaynonalaringni olib borish nasib etsin. Bolajonlarimni yaxshi joylardan uylantirib, yaxshi to'ylar qilishlarni o'tiray hamma birgalikda. Rahmat hammaga deganlaringiz uchun. Rahmat onajonim, aytganingiz kelsin, umringiz bo'lsin. Onajonim, bu juda o'zi bizlarni klubda ham o'zi bizlar ancha vaqtdan beri o'zi tanishimizda, yillar o'zi ancha vaqt bo'ldi. Chunki boya aytib o'tganimda shunaqa tarbiya berganingiz uchun kattakon rahmat. Bizlar musofirda ham onajon chaqirib aytirasizda, savollarim bor. Onajonim yaxshi ko'radiganlar ko'p ekan-e. Onajonim hozirgi vaqtda eng katta boylik pul mol dunyoda deydi-da, lekin hozir shunga amin bo'ldimki, bizlarning eng katta boyligimiz mana biz o'g'illarimiz, yaqinlar, farzandlaringiz, onajonim shular borki, bizlar boymiz. Siz borki, shu o'g'illar boylik. O'zlikda aynan siz uchun, oilangiz uchun harakatda bo'lganmiz va sizni duolaringiz bilan hamma natijalarga erishganmiz onajonim. Bu do'stim Hajiman Ahmed aytdi o'zi sizga, onajon sizni yaxshi ko'radi. Ya aytib turadilar-ku. Aytib turadi, ha? Hamma oldi. Aynan shu onajonimiz uchun bitta aytavering-chi. Assalomu alaykum og'aynilar, qarindoshlar. Ona sizga har doim ayta olmayman. Endi mana fursat keldi aytaman. Mana sizni juda ham yaxshi ko'raman. Boringizga shukr. Otam, siz, singillarim, ukam, hammalaringizni borlaringizga shukr. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin.